qizlar Ünlülər saloni kechikib qolgan. Chipar qizlar. Yaxshimsizlar? Mening ismim Almira. Bugun mening kayfiyatim toza yaxshi emas. Meni qutqizib olsanglar bo'lmadi. Qizlarga mushaqda to'y qilib mushaq o'tirolanda. Mening yuzimni ya tushiribsizlar hozir. Qanday qilamiz bu ishlarni? Öya o'zingizga tanlamaysiz, tanlaganni yaratmasangiz qanday qilamiz qizim bu ishlarni? Çayladım xotirjam o'tiramayman, gap so'zdan chiqlaqadim. Ya o'zing topmaysan, ya o'zing ishni qilolmaysan. Qachon ishdan yuriysiz? Qiz bola 25 yoshdan oshganda ikki g'imi bo'ladi. Birinchisi xizmat, ikkinchisi to'y. Xizmatga u dadamga, lekin to'yga. Voy. Qulog'imda mal bormi? Bor. Sen qanday lazım? Eng modasi ham eng iqvatqani lozim. Net görüşümüz. Bunlarla da hemen baray. Buyur sakla. Qaş. Müşta tezkep oldu mu? Birincisi Akbaş, 25 yaş, boyu 1,75 m, ağırlığı 50 kilo. Bu yıl en mod bulatkan kiyimlerle gücü. Ayca, sevip olan sen duymadın mı? Ya atalısın toğratan, kiyimlerle gücü. Yaxşı mı? İslandı bosun. Oğalarla tuncu köreşken çağda dikkat kıldığının onun çırayı emas, belki onun ayağı. Yaxshimisiz? Mening ismim Almira. Ha, mening ismim Bog'u Akbash. Hamma meni Akbash deb chaqirdi. Tabiiy oqma? Ha, mushta tabiiy oq o'zligi dinlamash. Qolishimni lashda voy to'g'rikeman. Ej, voy, kansiz. Yey. Voy. Bu sizning ko'pingiz nimada chiroyli? To'xta, uning kasbiy bek ağır. Kiyim-kechaklarga diqqat qilish mumkin. Men sizga desam boqib, mana kechlan deganni bek test qilamiz kech-kecha. Shuni yeb o'tkazib degan tartib. Kim bu kechlaydigan bek test tutdi bu. Bu sizning ko'pingiz nimada lavturib, nimada chiroyli. Can kalan soğuksan pek çöktüm bak takımda kıstap git pardon. Ben çıktı kere ya. Ma'qul bo'ldi. Agar shunchalar paranishdan keyin bu bola qanday xarakterga bolish kerakligini bilmasam, o'g'irliqcha telefon ustiga chiqarib olgan ekran rasmiy qarab. Yey. Kızlar o birini sıkır kapatından kuşmay. Heydi saklap. Lekin bek diqqat qilishim kerak. Men u bola bek sevgi deb olgan. Gülerxan, boyu 1,85 m, ağırlığı 85 kilo. Şinjan'daki 10 joy baynan birisinin oğlu. Bu adette pulunu tonlolab, bitip kilolab qaydaydı. Ojon. Lekin boyvachi bo'lasan, po'chiroq bo'ladigan men chiqish olamanmi? Chiqish olaysa, baynan bolalarni tabilab qo'ysang chiqish olaysa. Taq turqidan qaraganda rastqili boyna ikkinchi avlod o'xshaydi. Qarasam-g'o xili kelishgan ekan. Demak, bu bolaga tegsam haqiqatan Malikining kunini ko'rganman-da. O'zimni tanishgan quvonchdaman. Men sol Urumchida bir sertifikat boshqaraman. Urumchida 4 tasham, 8 mashinam bor. Uchastkam do'st
xizmat kasb bo'lib ketib olsa, madaniyaga uloqmay bir odam topmagan. O'sha bo'lajak жұмысымызda qidirsak, ma'qul desangiz o'sha barliq dunyoni o'z qo'lim bilan tayinlab beradi. Endi baldırlıq falandı ha? Tez olup ketdimi qanda? Onda bir narsa şey. Neşiz? Qahva içsem yo'q. Nima? Siz nimasiz? Nima qahva ichasiz? Ha, ma'qul. Qahva deydi ya. Nega qahva ichasiz? Endi paranjish o'tirdigan bo'lgan ekan, qahva ichgach paranjishamiz. Qaysi maktab bitirdingiz? Şinjan Universitetini bitirdim. Qaysi universitet? Axborot kasbida. Nega bitirdingiz? Bu bola sal taqtuqqa. Ko'zingni yumib bilan o'tkazasang, meniki kunlar sening bo'ldi. O'qishim bitirdim. Diplom oldingizmi? Oldi. Bu yerga nega keldingiz? Bu yerga men siz bilan ko'rishga keldim. Tamoq olib o'qib, bir narsa yetamadingiz. O'xshagan qo'y qovurg'isi ham yo'q. Oq qo'yma, qizil qo'yma. Birisi kelishgan ekan, yana birisining puli bor ekan. Lekin bu ikkisining men faqat romantikligini his qilolmadim. To'xta, bundoq bo'linma. Agar bu boladan to'y qilib qolgan bo'lsang, bir umring romantik shirin shekar so'zlar bilan tutadi. Kim o? Bu 1 metr 70. Bu balni bütün adam tanıydı. Bu balın ağzından çıkan her bir gapning o'zi shirin shekar romantik so'z. Qalbni tunisa ko'zlarga na hojat. Ko'zlar ko'zlarni tunisa so'zlarga na hojat. Xo'sh keldingiz güzel qizchaq. Kelgan qadamlaringizni gullar unutun. Marhaba. Kechiring qizchaq, men namaqul. Sizning visolingiz yetish uchun men nurg'un gullarning tikanlarining sanjilishiga bardoshlik berib keldim. Og'rib ketdi. Og'rig'ini to'g'ri. Men siz bilan ko'rishib, unutilg'usiz aslimalarni beray degandim. Mana taqdirning o'rinlashtirish orqali qo'lingizga tikan kirib, har bir shu og'riqni sezgan vaqtingizda meni aslaydigan bo'ldingiz. Ketdim, og'rib ketdi. Nima ish qilyapsiz? Bek og'rib ketdi. Siz bizning aslimalarimizni yo'q qilay deyapsiz-ku. Og'rib ketsa. Beadab. Xo'pti. Buruq muhabbatim shunday qilibdi. Oxirida peshinligan. Mana sizning jamoalingizni texim inliqroq ko'ray deb men dariz tarafni qo'llab o'tirishim. Darizdan tushgan oyning nuri jamoalingizga tekkan vaqtida texim inliq ko'ralaydi. Hayotda tush. Shu quyoshning nuri tushgan vaqtida texim inliqroq ko'ralaydi ekanman. Agar xohlasangiz, men siz bilan hozirda bir poycha rasmga tushib, Apunyo shahrimning bosh betida chiqarib olsam, nurg'ulg'an zallarga erishib olsam, do'st dushmanlarimning ko'ldiridan yumaloq keyinlarni bo'lamoq chiqarib olsam. Albatta kundan sirga va sen amin dedi. Bu bo'lsam kundir mushtaq gaplarni qilsin zeriktirib qo'yish mumkin. Sizning talabam mushi bo'lgan chidaychi. Men chidamadim. Chidang. Bu dunyo chidig'anga chiqargan. Anarxonni oldida tunishtirgan 3 o'g'an balning birisini yoqtirmadim. Biroq tapgan taginimning hammasini Anarxonga berib, eng nochi baldan birisini qo'liga keltirdim. Balkim uning kimligi qiziqatsizlar-ku deyman. Mana. Şeymikan. Bu bal bilan ko'rishib bir ta'limni sinab baqay. Kim bildi? Yarab qolamda taxi. Yaxshimisiz aka? Alaykum assalom. Bu Undar peki bu tug'ilgan kuningiz qarsam menda faqat 14 kunlik cho'ng kelsiz. Endi aka desangiz bo'lardi. Mayli, bo'ldi. Bardasmayamni sab tunishqonga tushliq bu bal haqiqatan bakilishgan ekan. Chosh posollari, qishi, ko'zi,
Yana dağı burni, ağzı pek chiroyli ekan. Qirg'on sir qarg'im kelyotdi. Hey, mesela nim degan o'g'illarla ko'rishganda chiroyli emas, oyiqqa qaraysa, oyiqqa. Bu yana alsam tamakları kılıyormuş. Basınız aşkında bir an şeyle ya. Ondan sonra ben paylaşayım. Siz ne yiyorsunuz? Qattiq yema. O'g'illarla ko'rishgan vaqtda obrazini ta'sir etadigan, qo'jilaydigan narsa qattiq yegichi bo'lma. Yema. Teyzemik ya. Ya bak siz. Ma yerim Ya bak siz ya. Ben şuna obda yavaldım. Ondan sonra başladım. Bu ne? Ana koyduğunu bilmedim ne ki ben tuncu katıp kız onu bunda işte hala ilgini gördüm cuma. Bu kız olan bu. Soğumifin deydi o. Mogo, Pogo, Sonyango ilgini görgen bu parçak ne bunda gacırlar ilgini görmepken ben cuma. Paçaq hesab olmamda? Buldu. Bek okşuydunuz cumaliken. Hala toyğanda okusak hem de. Amira, hala peyzidiniz bu ne? Mında qılam da. Ma ançı-mınçı teşe çık havaya geç. Tamaq sındırmam da. Qanda? Şapınız kiyib olar. Ne olmasın? Жүріңіз. Tas болдыңыз а? Басам тойғанда hem de. Toydi? Aylim keldi ya. Sağ ol. Ay, men ishdan burun sizdan bir savol so'rayman. So'ra. Narini yoqtirib qoldingiz? Sizdan ma? Sizdan naringiz yoqtirib qolmasa sanaqda ya. Naringizni. Ey to'xtag'ana sizdan naringizni yoqtirib qolgani ma? Sizdan naringiz qizolga o'xshaydi. Nima? Ya pochaq yeyishni o'ylab beqing ey. Meni pochaqimdan qo'shib qajratga tas qaldingiz ey. Nima? Bo'ldi menda qilaylik. Sizmi vaqtingizni sarf qilmang. Menmi vaqtimni sarf qilmay. Ata tushukdamsiz? Tushukdan bo'ldi. Vocha! Siz nega sara? Yine mi? Nimda kechib chiqsa? Qiz olmamda pochaq yemadi. Nada tayin yo'qshlanibdi. Sen bunda vaqt ag'iltirsan biz qanday xizmat qilamiz? Bizning eng avval o'ylaydig'imiz qo'ng'o shali yo'qmi? Ha bu maqam. Bildim. Ala emasman ish yaqin. Vay. Qo'lingni malbama. Bak. Sen qanday lazım? Ang modisi, ang iqvatqin lazım. Bak. Net görüşmez. Saqlabdimi hozir baray? Aldın qıtımqi konjal görüşelim. Oldu. Yeni bir mal geldi. Bunun pulsiz jiqraq. İşini iştigirak tugutasa. Ha. Hey, hozirgi zamonning qiz o'g'illari zodi nim bo'lgandi. Birsi pul uchun do'stini satsa, yana birsi. Benim oturuşunuz sıktı mı, soğuktı mı? Assalomu alaykum aka. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Bunda bir qam botdi. Mushu 9800 ga bir mashina olganman. Qochib bor? Chaqirmi yo? Voy, katta qoltirunda? Yo'q, unda emas. Shu 9800 ga shu mashinani olgan. Ben bu mashinani bu muhabbatlarni oqsab qo'yib 300 ming ga mashinani oqsab berib bergan. Lekin shu bu mashina qanday qilsam bu 300 ming ga mashinadek bo'ldi. Yo'q, gayjon qilmayman yo'da qo'yib. Ya, unda gayjon qo'yib ketmaydi. Qo'yib ketmaydi. Uni oldi bilan qarasan, o'shanda bo'lib. Yaxshi sizlar anar pisi mushu qismida davom etayotgansiz. Spar qizlar Ündar salonini qo'shilib, anar degan belgini bosib ko'ra olasiz. Xo'sh. Ha, endi sizlarning adiqinglarni chiqib qolgandi. Mana Spar qizlar Ündar salonini qo'shib olsanglar, bizning adiqimiz chiqdi. Ogirenim ish ko'rsiz. Chipar qizlar Ündar salonini do'stlarimning hammasiga yo'lladim. Nima ish qildi? Acaba siz qachilmadingizmi? Faqat 100 kilomaysizmi? Bizning Ündar salonimiz qo'shmisingiz? Qo'shing-a!